Bismillahirrahmanirrahim. El-vadih fi usulul fiqhi lil mubtadiin. Biz ilgirki derslarda şer'i hükümlerini çoğun cəhətdən təklifi hüküm və vəd'i hüküm deb ikkiga ayırıb aldıq. Və təklifi hükümның vacib, haram, mekruh, mustahab və mubahdan ibarət 5 dana türünü öyrənib çıxdıq. Bugün öyrəndigənimiz təklifi hükümlərinin türlərinə əlaqədar bolğan usuli qaidalar. Birinci, vacibning qoidalari. Birinchi qoida al-vujub fi zimma va vujubul ada. Zimmadagi vojiblik va ado qilishdagi vojiblik. Zimmadagi vojiblik degan, ya'ni gadanga farz bo'lib ketdi degan qanday gap deganda, ibodatning sabablari, ya'ni farz bo'lgan ibodatning sababi tepilsa, bu chaqda mukallafning, ya'ni balog'atga yetgan, shariat ahkomlari taklif qilingan kishilarning gadini bunun bilan mashg'ul bo'ladi degan gap. Shu sabab tepilish bilanla bu kishiga bu ibodat farz bo'lib ketdi. Ammo vujubul ado, ya'ni ado qilishdagi vojiblik degan, mukallafga bu farz ibodatni ado qilish, darhol ado qilish farz bo'ladi. Bu ko'pincha ahvol shu. Ba'zida darhol ado qilish uningdan to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni ado qilsa u durust bo'lmaydi, sahih bo'lmaydi. Masalan, hayzdor ayolga o'xshash bu ayolga roza farz. Bu vujub fi zimma bo'ladi. Ammo uningdan durust bo'lmaydi. Ya'ni vujubul ada uningdan durust bo'lmaydi. Bal taqdi, ya'ni uni hayzni saqaygandan keyin, Ramazondan keyin to'liqlaydi, qazosini qiladi. Yana shuningdek namoz o'shidan ketgan, uxlab qolgan va boshqa uzrlik kishilarga namozning hukmi shundoq. Ya'ni u mukallaf bo'lganligi uchun va namozning vaqti kirganligi uchun bu al-vujub fi zimma bo'ldi. Ya'ni zimmadagi vojiblik, zimmasida vojib bo'ladi. Ammo uni ado qilish degan chaqda darhol ado qilish uningga farz bo'lmaydi. O'shidan ketgan odam o'shiq kelgan chaqda, uxlab qolgan odam uyg'ongan chaqda anandan keyin vujubul ado bo'lib, uni ado qilish farz bo'lib ado qiladi. Ya'ni farz ibodatning sababi tepilishi hamalla al-vujub fi zimma bo'ladi. Ammo ado qilish vujubul ado bo'ladi. Ba'zi darhol ado qilamiz yoki ba'zida darhol ado qilish to'g'ri bo'lmaydi. Yuqorida o'tgan misollarga o'xshash. Ikkinchi qoida al-vajibul muwassa' wal vajibul mudayyaq wal vajibul mutlaq. Al-vajibul muwassa' degan kengaytirilgan vojib. Al-vajibul mudayyaq tarlashtirilgan vojib. Al-vajibul mutlaq mutlaq vojib. Al-vajibul muwassa' kengaytirilgan vojib degan nima deganda, qad yakunul vaqtul muqaddaru lil wajibi yas'uhu va yas'u min jinsihi miqdaran akhar. Ba'zida vojib muvassaq uchun belgilangan vaqt shu farzga, shu vojib bo'lgan amal ibodatga va shuning jinsidan bo'lgan boshqa bir miqdorga yetadi. Ya'ni masalan, peshinning namozi desak, peshinning namozi peshinga azon chiqqandan tortib asr namozigacha desak, bu oraliqda peshinni o'qig'ili ham peshin o'qib bo'lib, nafl namozlardan xohlagancha o'qisak bo'ladi. Ya'ni peshinga peshin o'qishga ham nafl namozlarni o'qishga bo'ladi. Buni biz vojib muwassa' deymiz. Bu chaqda bu vojib muwassa' deyiladi. Masalan, buning misoli namoz. Masalan, peshinning vaqti desak, kun qayrilgandan tortib shaylarning soyisi uning uzunligi barobarida bo'lgancha desak, bu vaqt peshin namoz o'qishga va boshqa nafl namozlarni o'qishga yetadi. Ya'ni peshinni o'qig'ili ham boshqa namozlarni o'qig'il bo'ladi. Va akhirul vajibil muwassa'i qad yakunu muhaddadan. Hamda vojib muvassa'ning kengaytirilgan vojibning oxirgi vaqti masalan cheklik bo'ladi. Masalan, namozga o'xshash. Namozning oxirgi vaqti bo'lib qolgan vaqtida bu chaqda muhaddad bo'lib ketadi. Ya'ni cheklik bo'ladi, namozning vaqti tarayib ketgan bo'ladi. Ya'ni bu degan vojib muvassa' aldirmay o'qisam bo'ladi deb o'ltamasdan darhol namozga aldirab darhol namoz o'qishimiz kerak. Va yana ba'zida umrning oxiri deydi. Masalan, haj, zakotga o'xshash. Haj va zakot darhol vojib bo'lmaydi degan kishilarning nazarida bular
haj bilan zakat vacib muvassa, yani ömrünün ahirigacha qilsa bo'ladi. Lekin ömrünün ahiri bo'lib qolgan vaqtida bularni ado qilishga darhol oldirash kerak. Bu ömrünün ahirida haj va zakat vacib mudayyak bo'lib qoladi. Darhol qilish kerak, darhol qilishga oldirash kerak. Al vacibul mudayyak degan nima deganda, masalan, Ramazon ro'zasiga o'xshash. Chunki Ramazon ro'zasining vaqti, bir kunlik ro'zaning vaqti bomdoddan tortib tushdan keyin kun o'ltag'ungacha vaqtda bo'ladi. Buning vaqti shu. Bu vaqtda faqat birla ro'zani tutqili bo'ladi. Ya'ni Ramazonning farz ro'zasini tutqili bo'ladi. Bir qancha ro'zani tutqili bo'lmaydi. Hanafi mazhab olimlari vacib muvassa'ni zarf deb ataydi. Zarf degan piyolaga qacha. Ya'ni qachining ichiga shakar, choy, boshqa narsalarni sog'ilib bo'lgandek bir qancha narsalar patidi demakchi. Bir qancha ibodatlarni mush vaqtda qilib bo'ladi, jinsidan bo'lgan, turidan bo'lgan. Va vacib mudayyaqni me'yor, ya'ni o'lcham deb ataydi. Bu Hanafi mazhabdagi atalg'ular. Vacib muvassa'ni kechiktirgan kishi gunohkor bo'lmaydi. Ya'ni vaqti kirgan hamonlik qilmasdan biroz to'xtab qilsa-mu gunohkor bo'lmaydi. Masalan, namozga o'xshash. Illa iza akharahu bihaysu la yabqa min al-waqti ma yas'uhu. Illa deydi. Ya'ni qanday chaqda gunohkor bo'ladi deganda, bu vacib muvassa'ni vaqti kangrug'u deb o'ylab, ado qilg'idek, o'rinliqdek vaqt qolmag'idek darajada kechiktirsa, o chaqda bu kishi gunohkor bo'ladi. Yoki uning farzida bu vacib muvassa'niki fursati vaqti o'tib ketadi deydigan mundaq vaqtga kechiktirsa, o chaqda gunohkor bo'ladi. Agar vaqti bir ömür bo'lgan, masalan, hajga o'xshash, ömrda bir qatim haj qilsa bo'ladi. Mushning o'xshash ibodatni ado qilishdan ilgari o'lib ketgan bo'lsa, o chaqda osiy holatda o'lgan bo'ladi. Va yatadayyaqul vajibul muwassa'u bi mururil vaqti idza lam yabqa min al vaqti illa ma yas'ul farda la ghayr. Vacib muvassa' agar mushu vacibning vaqtidan boshqa amalga emas, faqat mushu vacibning o'ziga yetkidak vaqt qolmagan chaqda, o chaqda vaqtning o'tishi bilan vacib muvassa' vacib mudayyaqqa aylanib ketadi. Chunki uning boshqa vaqt qolmaganligi uchun. Aw bi ghayri mururihi. Yoki vaqt o'tmagan bo'lsa-mu, vacib muvassa' vacib mudayyaqqa aylanib ketadigan ahvollar bor. Masalan, vaqtining, shu vacibning vaqtining yarmi bo'lgan chaqda u kishiga o'lim jazosi hukm qilingan bo'lsa, bu chaqda bu vacib muvassa'ning vaqti qolmaganligi uchun vacib mudayyaqqa aylanib ketadi. Darhol qilib olish kerak. Qilmay o'lib ketsa, vaqti bor, vaqti kangroq deb qilmay o'lib ketsa, gadindan saqit bo'lmaydi, osiyalatda o'lgan bo'ldi. Bunun yana bir misoli, masalan, agar ayol kishiga qo'sq og'rib, bel og'rib degandek, hayz ko'rindigandek, hayz bo'lib qoldigandek alomatlar ma'lum bo'lsa, o chaqda vacib mudayyaq bo'lib ketadi. Shuning uchun darhol o'qib olish kerak, namoz bo'lsa masalan. Namozning vaqtida xili bog'u, namozning vaqti chikatkiligini bir soat bog'u deb o'ltirib, hayz kelib qilib namoz o'qiyanmagan bo'lsa, o chaqda gunohkor bo'lib qoladi. Chunki u qo'rsaqqa og'rib degandek alomatlar ma'lum bo'lgandan keyin hayzim kelib qilib namoz o'qiyanmay qolmay deb oldirmaganlik uchun gunohkor bo'ldi. Yana ba'zi vojiblar borki, umumyuzlik uningga vaqt belgilanmagan, balki ahvol qarab turib, har kishi o'zining ahvoliga qarab turib qiladi. Yoki urf odat bo'yicha qiladi. Bu xil vojibotlar vojib mutlaq deb ataladi. Masalan, ota-onaga yaxshilik qilish, sil rahimni ulash, yaxshilikni buyurib yomonlikdan to'sish qatorliq ishlarningki falon vaqtgachilik degandek vaqti yo'q. Qoidatul vajibil muqaddari val vajibi g'ayril muqaddari. Belgilangan vojib va belgilangan vojib haqidagi ikkinchi qoida. Vojiblardan yana ma'lum bir o'lcham bilan o'lcham bekitilgan belgilanganlar bor. Masalan, bomdod namozining 2 rakat farziga o'xshash misoli bu. Bu 2 rakat va zakatning farzi. Masalan, oltin kumushdagi zakatning miqdori 2.5%. To'ga, qo'y, kala va ziroat qatorliqlarmi shariat tarafdan ma'lum bir o'lcham miqdor bilan belgilangan. Yana ba'zi vojiblar borki, farzlar borki, shariatda kelgan bir o'lchami yo'q. Masalan, yaqinlarga chiqim qilish qatorliqlarga o'xshash. Nafiqada, yana nafiqa berishda hojatini qomdig'idek miqdor talab qilinadi. Boshqa talab qilinmaydi. Agar bu ish
qaziga ko'tarilsa, ya'ni qazini oldiga borgan vaqtida qazi ma'lum bir miqdorni belgilab bersa, munchalik miqdorda nafiq qilsa deb belgilab bersa, u chaqda miqdori belgilangan farzga aylanib ketadi. Shu qazi belgilab bergan o'lcham bilan berishi vojib bo'ldi. Yana shundaqla chiqim qilg'uchi bilan chiqim qilinguchining o'ttirsida o'zaro rozi bo'lishsa, ma'lum bir miqdorga rozi bo'lishsa, u chaqda shu rozi bo'lingan miqdorni berish farz bo'lib ketadi. Sil rahimni ulashmi mushuning o'xshaydi. Chunki sil rahimni ulashdimi ma'lum bir shariat tarafdan belgilangan o'lcham miqdor yo'q. Chiqim qilingan qarshi tarafning ehtiyojiga qarab turib, hojatiga qarab turib o'zi bas bo'ladi. Agar hokim hukm qilgan bo'lsa, hokim belgilab bergan o'lcham bo'yicha berish farz bo'lib ketadi yoki ikki taraf o'zaro rozi bo'lishgan bo'lsa, ma'lum bir miqdorga shu rozi bo'lishgan miqdorni berish vojib bo'lib ketadi. Vojib muqaddar, ya'ni ma'lum bir o'lchamlar bekitilgan vojib agar o'z vaqtida ado qilinmay o'tib ketgan bo'lsa, masalan namoz yoki zakatga o'xshash, u chaqda gadanni qoladi, saqit bo'lmaydi. Ammo g'ayril muqaddar, vojib g'ayril muqaddar bo'lsa, gadanni qolmaydi. Masalan, noyati og'ir qiyinchilik qilgan kishiga infoq qilish, g'arq ketgan kishini qutqizish yoki yaqinlarga nafiqa berish qatorliqlar qozi hukm qilishdan ilgari yoki o'zaro ma'lum bir o'lcham miqdorga rozi bo'lishdan ilgari o'tib ketgan bo'lsa, u chaqda gadanni qolmaydi. Ammo qozi hukm qilgandan keyin yoki o'zaro ma'lum bir o'lcham miqdorga rozi bo'lishgandan keyin o'tib ketgan bo'lsa, u chaqda gadanni qoladi, buning qazosini qiladi, ya'ni qayta qiladi va shu belgilangan shu o'lchamni beradi. Gadandan saqitib ketmaydi.